o'zing duolarni ijobat qilgan juma kunida turibmiz. Ifoki Parvardigor duolarimizni quruq aytmagin. Ifoki Parvardigor biz seni yaxshi ko'ramiz. Ifoki Parvardigor senga iymon keltirganlarni yaxshi ko'ramiz. Ifoki Parvardigor biz islomga amal qilganlarni yaxshi ko'ramiz. Nafsimizning yomonligidan islomga amal qilganlarni yomon ko'rib qolishlikdan ya Robbi bizlarga panoh bergin. Bizlarning zurriyotimizdan islomni yomon ko'radigan, kalomingni yomon ko'radigan, jumaga keladiganlarni yomon ko'radigan, amal qiladiganlarni yomon ko'radigan zurriyot kelib qolishlikdan ya Robbana panoh so'raymiz. Bunday zurriyot bo'lsa ya Robbi bizdan ko'paytirmagan. Amin. Ya Robbi bizga senga osiy bo'ladigan, shirk keltiradigan zurriyot bermagin. Amin. Yoki Parvardigor mana shunday zurriyot kelib qolgan bo'lsa, balog'atga yetmasdan turib uni jonini olgin. Amin. Parvardigor bizga senga osiy bo'ladigan, shirk keltiradigan zurriyot kerak emas. Yoki Parvardigor bizga solih zurriyot kerak. Bizga kesilmas amal zurriyot kerak. Biz o'lganlarimizdan keyin ham bizga duo qiladigan, musulmonlarni yaxshi ko'radigan, diningga xizmat qiladigan zurriyotlarni bergin. Allohlar duolar ijobat bo'lishiga umid qilingan soatda turibsizlar. Musulmonlarning imomlari, musulmonlarning boshliqlari, musulmonlarning olimlari va musulmonlarning jamoatlari ularning haqqiga mazlum va mustahqim bo'lgan musulmonlarning haqqiga va o'zinglarning haqqidagi istig'for aytib duo qilinglar. Alloh taolo duolarni ijobat qilguvchi Robb bandasi qo'lini ko'tarsa quruq qaytarishdan hayo qilgan zot duolaringlarni ijobat qiladi. Allohu akbar. Allohumma اللهم اصلح احوالنا الحمد لله رب العالمين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاعلموا ان الله امركم بامر مهم وبدا بنفسه وقال جل شأنه وعلا. قال تعالى استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا